Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Yoshlar va da'vo programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshid Nediqut. Bugungi programmamizga o'rta maktab o'qituvchisi, inson haqlari faoliyatchisi va film ishliguvchi Kabir Qurbon qarindoshimiz bugungi programmamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelib berganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat deyman. Sizni shu Instagramda ijtimoiy taratqularda bejiq ko'rdim. Bo'lib inglizchada davomlashtirsangiz, har xilliqi so'zlab, bo'lib ingliz til davlatlarniki, boshqa Yevropada, Kanadadagi, Amerikadagi har xil davlatlarniki insonlarning diqqatini o'zingiz tortib kelyapsiz. Sizga ko'pincha yoshlarimiz qiziqadi deb o'ylayman. Shunday. Ham kimdo, nerede tug'ilgando degandek har xil kallara savollar bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun avval o'zingizni qisqacha tunishtirishdan boshlagan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, sizga deyman. Men Kabir Qurbon. O'zim Qozog'istonda tug'ilgan, ota-onam shu Afg'onistonda yashagandan keyin so'qish bo'lgandan Qozog'istonga ketib kelibdi. 2007-yilda men Kanadaga bordim. Men 9 yoshli vaqtida. Ashada yashagan, ashada dars o'qidim, maktabga bordim. O'zimning bir planim bor degandim, meditsina o'qiyman, lekin shu asla darsni o'qib o'rgandimki Canadian Medical System shu o'xshamaydi. Shuning uchun men hozir education o'qib ma'lum bo'ldim. High school teacher, science ni biraman, kimyo, physics va biology. Mashallah. Kanadada maktab o'qigan. Undan boshqa inson haqlari faoliyatchisi, ya'ni bek aktiv Instagram'da ijtimoiy tarafdan bek aktiv xizmat edib maqsiz. Siz universitetni qayerda o'qigan, maktablar asosan maktabni qayerda o'qigandingiz? Mening universitetim Simon Fraser University, British Columbia, Vancouverning shahrida. Ayda 5,5 yil dars o'qidim. Bir bachelor degree molecular biology, biochemistry'da bor va birisi education'da bachelor degree bor. Maktabdagi vaqtingizni mushtaqiliqi, aktiv etdingiz? Shu men bek energetic Vancouverda bek Muslim community bilan bek yaqin chiq faoliyatga berib bek qiziqdim batı. Maşallah. Siz 7-ayning 31-kuni shu İstanbulda bo'lgan faoliyatni ko'rib nihoyat xushal bo'ldim mishaycha. Men taga o'yladim, İstanbul yashaydi, İstanbulga ko'chib kelgan o'xshaydi o'ylasam, haftalik kelsiz, yaqinda ketadigansiz. Unda bo'lsa film ishlagish deydi, siz qanday filmlar ishlaysiz? Vancouverda bir community fellowship bir narsa bor, CCMS organization Simon Fraser'da men bir fellowship oldi. Menga dedi bir projektga pul beramiz. Nim qilasiz? Men o'ylab qoldim, qanday qilayli bir bu grantni qanday qilayli. Keyin ko'rsam film degan narsalar bek yaxshi deyman. Bir filmni yozsangiz ati ko'radi adam, 1 yildan keyin mu ko'raylaydi va 10 yildan keyin mu bo'lsa ko'raylaydi adam. Shuning uchun biz bir film Prayer Space Awareness bir filmni yasadik. Filmni keyin biz film festivalga submit qilgandan keyin qarasak biz awardni oldik. Best Cinematography at the Muslim International Film Festival in Toronto. Anadan keyin dedim, "Voy, qiziqdim, bek xush bo'ldim buni." Keyin anadan keyin filmlarni ishi balla bilan paranglashib Hollywoodda mu necha qitim berib ayda adashlarni tepib, hozir yana Uyg'urlarga necha projektim ismida saqlayapman. Maşallah. Biz avval programdan oldida azra paranglashgan to'mish til to'g'risida paranglashgan. Siz o'zingiz 4 til bilmandingiz. Qaysi tillarni bildingiz? Men Afg'oncha dari tilini bilaman. O'ruscha Qozog'istonda tug'ilgan, shuning uchun men o'ruschani bilaman. Cho'ng opam bilan, momam bilan Uyg'urcha gap qilib va aktivistlar bilan, o'zimiz bilan Uyg'urcha gap qilib, ozgina Uyg'urchani o'rgandim va Kanadada yashaganning uchun hozir inglizchani yaxshi bilaman. Maşallah. Bundan keyin inshaalloh mana Uyg'urcha jiq-jiq suhbat ilib berib, Uyg'urchangizni tig'im yaxshilasak bo'ladi sizniki. Inshaalloh. Sizin şu Şərq Türkistan davasıga şu qanday olab şuyluq videolar işləymən, insan haqları faoliyatçısı boldum falan dediniz. Muşdan qanday olab başlap qaldınız? Şərq Türkistan davası qanday olab, nima sabab bo'ldi şu canlanışqa? Şu kichik vaqtlarda akam bizni mitinglarga berib, faoliyatga berib, qarasak bir qism
o'ylagan bu Uyg'ur millat, bizning millat nada, qandaq bu gap. Keyin qarasam, hammamiz bilamiz 2016-yilda hamma communication, hamma kontakt vatan bilan tugab bo'ldi. Bizning familiyani men bakchiq shu bak yaqindim shular bilan birdamda gapni to'xtadim, men qo'rqatdim. Shuning uchun Vancouverda bolalar bilan gap qilib, bir narsa qilayli, mitinglarga berib, shu faoliyatlarni elib va 2018-yilda men Anqaraga bordim. Anqaraga bir program bordi, Next Generation Uyg'ur bilan. Ashada boshqa shaharlardan Uyg'urlar bilan yaqin bo'lib, bak qiziqim keldi. Keyin Vancouverga kelgan vaqtida dedim, ha, mushu ishni qilayli. Hozir bizning Uyg'ur diaspora bak divided, qandaq deymiz Uyg'urchada hozir ism chiqdi, lekin birisi bir ish qildi, birisi bir ish qildi, lekin hammamiz bir plan bor. Shuning uchun men buni ishlarni qilib qiziqim keldi, keyin yana programmalarni qilib shu asta hamma odamlarni bilan yaqin bo'lib yana mishaga keldik. Tixmo bak xo'sh biz Uyg'urlar shunday narsalar bor, Istiqlol TVdan bak men xo'sh bo'ldim mishaga keldik. Atrofimiz bo'lib mavjudliqi mesela faoliyatçilerin atraflarında özünün devletine yoki boshqa davlatlarni davasını qildigan boshqa millatlik insanlar bor deb o'ylayman. Aş insanlarninki dava qilish usullari yoki ashlan davoga qaratgan pozitsiyasi bilan bizniki yoki sizinki davoga qilgan pozitsiyaniki farqi bormi? Hozir mening o'zim ota-onam Afg'onistonda yashaganning uchun mening ko'nglim Afg'onistonga jiq tatidi. Şu hozir hammamiz bilamiz Afg'onistonning jariyat qanday bo'lib qolibdi. Tixmo o'xshash va Palestinani qarasangiz, hozir mening ishim awareness spreading. Men jiq siyosatni boshlamadim. Shu men yalnız content creation qilaman. Palestinian organization bilan yaqin bo'lib, Afg'onistonning organizationga yaqin bo'lib, shu biz infografikni yasab, shularga sen qilamiz. Jiq nurgun advertising, marketing o'xshaydi. Bu bir messaging shu human rights. Amiyada human rights o'xshaydi. Bizning human rights, Afg'onistonliklarning human rights, Falastin odamlarning human rights, Rohingyaning human rights o'xshaydi, lekin qandaq bu ishni qandaq bu human rightsga bizga how do we fulfill human rights degan kechirmalar Uyg'urchada dedim. How do we fulfill this human rights? Mamlakatdan ozgina farqi bor. Ani men qilaman, men yalnız content creation va idea creative development ni qilaman. Uyg'ursin deyalamiz mesela va creative development degan qandaq artistlik va yeni style bilan kechirmalar. Maşallah. Ya İngiliz degan vaqtimizda mesela bulup muhaciratda tug'ilib cho'ng bo'lgan qarindoshlarimiz biz vatandan chiqqan, uzun bo'lmadi vatandan chiqib tabii ki sizlarda bo'lmadi. Ammo chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan qarindoshlarimiz bilan suhbatlashgan vaqtida mesela o'sha yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan tilni nihoyatda Aşağıdan tabii ki mektepte okuğandan keyin şu yani tilde eg'iz kelib ketdi. Ammo biz normal Uyg'urlardan paranjqa vaqtimiz var. İşte tili aşağı ketdi-ku. Tili ketgan vaqtida biz zo'laymiz. Shuni Uyg'ursin degina. Xo'sh bo'ldi, mana shunday qildim. Uyg'ursin da degandan keyin o'ylagandan keyin keladi o kallasiga. Andan keyin shundan keyin Uyg'urcha tig'im yaxshilanmagandi-ku. Yo'l qo'ysak bu ishga qancha yo'l qo'ygan sira tushun ekan-ku degan ifodadan qilmaydigan gap Uyg'urcha gapni. Rost dedingiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Unda hozir nima ishlar qilyapsiz? Shu hozirlam Turkiyaga kelib Turkiyaga kelishlik sababingiz masalan? Sayohatga keldik, lekin jiq meyada Uyg'urlar bor. Bizning Vancouver communityda bir 200-300 Uyg'urlar bor. Şunun 300 Uyg'urlarmi biz bak birisi bir ishi bor, birisi bir ishi jiq odamlar aldirash uchun endi menga yordam aktivist ishlarning hech yo'q. Men kelib sizlarni ko'rib, boshqa aktivistlarni bilan gap qilib, yana bir motivatsiya ko'nglim turmushi ishga tortdi deyman. Ha, men durust ish qildim. O'sha
bala bilan o'zingiz nechimni tanıysiz, Abdurrashid, shular bilan qilib planlarni qilib, qanday qilamiz bu aktivist contentni qanday qilamiz, qanday bu Instagram postni qanday nim qilaylik, what's next step, qanday next stepni uyg'urchada qanday deymiz, next step boshqacha nim qilamiz. Erta kunda bir yilda plan shu shuna men kelib bak xo'sh bo'ldim, bak uyg'urlarmiyada jiq bor va uyg'urlarmiyadan dinlik uyg'urlarni jiq bor. Hozir Kanadada biz diasporik uyg'urlar bo'lgan bo'lsak, Kanada musulmon shahar emas. Musulmonning shahar emas. Men o'zim ozgina din menga tatidi. Eğer jiq bizning aniq uyg'urlarning jiq yo'q, raslan desam, Vancouverda specific. Lekin boshqa yerda bor. Torontoda shukrillah bizning hozir yangi Uyg'ur masjidini ochdi. Va hozir Virginiada bizning community back strong back qanday desam, back mezmutmi? Shu. Maşallah. Ben kalanlar o'ylayman ki bütün muhaciratdagi yoshlarimiz, mesela sizning bizning yoki boshqa yoshlardagi, boshqa davlatlardagi yoshlarimiz hammasi to'xtamay aloqani quyuq aloqa qilish kerak deb o'ylayman. Masalan, siz kepsiz Kanadada mishaga. Boshqa davlatdagi Uyg'urlar kelsa, biz oyaga borsak, quyuq munosabat bo'lsa, bu Uyg'urning ichidagi vatan, bu bizning vatanningki, vatan sevgisini unutib qolmaydiganligimizga ashi va vatan sevgimiz tig'im ortdi deb o'ylayman. Qanchalik yaqin quyuq o'tgan vaqtimizda. Shu hozir Vancouverda az bo'lgan bo'lsa, jiq Uyg'urlarning identity crisis bor. Bilmaydi men Uyg'urmu, Kanadalikmi, men o'zim Qozog'istonda tug'ilgan, meni qozoq deydi. Hozir mening ko'zinim birisi bor, Germaniyada yashaydi. Özü bechora Uyg'urchami bilmaydi, afg'oncha biladi. Uyg'ur oshxonaga borgan vaqtida dedim, men Uyg'ur desam, yo'q siz Uyg'ur emas deydi. Afg'onlarning oshxonaga borsa, men afg'on desam, yo'q siz afg'on emas, qandaqsiz. Almanlarga gap qilib, yo'q siz bizning emas. Shuning uchun biz Uyg'urlar birisi bilan gap qilmay, birisi bilan berib kelib, shunda yaqin bo'lmasak bo'lmaydi raslan. To'g'ri. Alloh razı olsun. Bununki planlarınız bizga deb bersin bulamdı yoki deganingiz yo'qmi, maxfiy tutamsiz? Tıxıcıq plan bor, lekin qaysini yangi İstanbulga kirib hozir uyga berib shu bir istixora adam qilsa, qaysini bir qilib, lekin men film production'ni yaxshi ko'raman. Bir planim bor, bir animation projectim hozir chiqishi bor. İnşallah bir yıldan keyin, 2 yıldan keyin bir animation cartoon Uyg'urlarning ichiga men qiziqim bir narsani chiqaramiz. İnşallah. Bundan keyingi qilgan planlaringizni, qilgan xizmatlaringiz, faoliyatlardan Alloh xolasa shu Uyg'urcha yana qaytib program qilamiz inshaalloh. Ha, bo'ldi. Uyg'urchilarimiz vaqti tig'imi yaxshilaymiz. İnşallah shu plan bor. İnşallah. Onu kesin onu cho'qim plan qilishingiz kerak yani. Uyg'urchilarni eng yaxshi saviyaga akilishim kerak debchi. Chunki o'zimizning Uyg'urligini isbotlash, ko'rgizish hem saqlash uchun shu Uyg'ur o'zimizning tilni ching tutib naydi yaxshi shakl elib maqmasak, boshqa tilga ketgan zaman uningki madaniyatiga, yurish turishlarga o'ta katta ish bor ekan. Bizdamlar mana uzun vaqt mo'ylan programning oxiriga kelib qolibmiz. Eng oxirida shu ekran oldidagi qarindoshlarimizga, yoshlarimizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Ha. Hozir jiq gap bor, lekin inshaalloh men ishtik bir narsani deb bizning Uyg'urlarning diasporada jiq divide bo'lib qolibdi. Birisi bir ish qildi, birisi bir jiq gap qilib, bir-birisiga yordam qilmaymiz hozir. Biz Uyg'ur bo'lganing uchun yaqin bo'lsak, ozgina farqmi bo'lsa, ishni bo'lmaydi. Biz Uyg'ur, biz ana tilimiz shu Uyg'urcha, shuni o'rganib, menda Uyg'urlar Türkiye'de jiq Uyg'urlar bo'lsa, sizlardan yordam bo'lsa, bizdan so'ranglar. Biz Kanadada, Amerikada yashagan kerak bo'lsa, sizdan so'raylik. Shunaqa yaqin bo'lg'aylik. Bak qizinim bor shu connection hozir social media bak strong tool. Bak shu bizni bak yaqin bo'lyapti. Men sizni tonimagan. Siz meni tonimagan. Instagramda bir-birisiga yesib qaranglar, hozir biz qarindosh bo'lib o'qidi. Mening adashimiz bo'psiz. Shundaq Uyg'urlar bir-birisi bilan yaqin bo'g'ili
farqini ko'rmay shu Uyg'ur deb bir bo'lsa chiq hoş bo'lmay shuna kunni ko'rsan. Rahmet, Allah razı olsun. Elbette deganimizdek biz hozir muhacir yaşayotimiz. İnşallah hammamizning niyati, arzusi vatanimizni pat arada azod bo'lsa, vatanimizga qaytsak, hammamizning xayoli shu. Bu muhacirat yaşayotgan Uyg'urlarimiz hamma davlat yaşaydi. Muhacirat yaşash jarayonida qanchalik o'zining davlatining bo'lmaganligini o'ylagan vaqtida o'zining nihoyat tushkunlashib, beramudida o'z vataniga qaytish xohlaydi. Agar vatanimiz azod bo'lish nimamiz bo'g'icha, vatan azod bo'lish jarayonida yoki bo'g'icha, shu biz Uyg'urlar shu o'zimizning tilimizni, madaniyatimizni, o'sha do'stligimizni, qarindoshligimizni unutmay, bir-birimizni hurmatlab, o'sha yaxshi o'ssak, Alloh xolsa vatanimiz azod bo'lgan vaqtida shu vatandan chiqqan holatda kiritish nasib qilar inshaalloh. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, Alloh razı olsun. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. İnşallah bundan keyingi qilgan yana faaliyetleriniz, namoyishlar bo'lib qolsa, uningga ayrim program qilamiz inshaalloh. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizdan. Qarindoshimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Muhacirat yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz, qarindoshimizdek Uyg'urcha o'rganishga, mush da'vo qilishga, mush qo'lda bo'lsin o'zining tilida mush da'voni ilib mengishga tavsiya qilaman. Ham umid qilaman. Va bugungi programmamiz mishacha bo'ladi. Kelar qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.